Zarchava kuchli yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlarga ega bo'lgan o'simlikdir. Uning asosiy faol moddasi kurkumin organizmdagi yallig'lanishni kamaytirishga, immunitetni mustahkamlashga va ovqat hazmini yaxshilashga yordam beradi. Ko'p miqdorda qabul qilinganda oshqozon bezovtaligi, ko'ngil aynishi yoki allergik reaksiyalar paydo bo'lishi mumkin. Zarchavaning laboratoriyada ekstrakt olinishi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun kurkumadan spirtli ekstrakt olishni o'rganamiz. O'zbekiston bozorlarida tayyor sotilayotgan maydalangan xom ashyoni olib, 5 gramm tarozida o'lchab olamiz va unga dorixonaga 70% etil spirtimizni quyamiz. Odatda spirt miqdori xom ashyo og'irligidan 3-4 baravar ko'p bo'lishi tavsiya etiladi. Idishni mahkam yopib, qorong'i salqin joyda 10-14 kun davomida saqlaymiz va tayyor bo'lgan kurkumamizni ekstraktini olib, filtr qog'ozdan o'tkazamiz. Tayyor bo'lgan xom ashyoni biz laboratoriyada har xil tajribalar uchun ishlatishimiz mumkin. Agar siz zarchavadan o'zingiz uy sharoitida ekstrakt olib ichmoqchi bo'lsangiz, unga qaynoq suvni quyib, choy qilib ichishingiz kifoya. Dorixonalarda yoki Mehrigiyo filiallaridan topib, tayyor choylarni ichishingiz mumkin.